Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizda Toshkent, Moskva, Chipaksan, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Toshkent, Kazan, Nabережный, Chili, Nijniy Kamsk yo'nalishlari bo'yicha 3 kun seshanba, juma, shanba kunlari soat 18:00 da qonuniy reyslar to'g'ridan-to'g'ri Toshkent avtovokzalidan reysiy avtobuslar jo'nab ketmoqda. Sizga ham xuddi shunday ishonchli biletlar kerak bo'lsa, ishonchli narxlarda bilet xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga murojaat qiling, tanlovda adashmang. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kulli, zaryadchik moslamalari va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Bizning avtobusimizda siz hech qanday xavf-xatarsiz o'z manziliga yetib olishingiz mumkin. Moskva shahrining Kotelniki metrosigacha boradigan avtobuslarimiz. Bizning ishonchli raqamlarimiz bilan bog'laning. YouTube, Telegram, Instagram kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Tanlovda adashmang.